Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan navbatdagi majburiy matematika 13-test tahlilini boshlaymiz. Xo'p, birinchi misolimizda ifodaning a teng 3 dagi qiymatini hisoblang degan shart beryapti. Xo'p, demak, qiymatini birlikka o'rniga qo'yishdan avval ozgina soddalashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 2 ni qavs ichiga ko'paytiramiz. 2 ni a ga ko'paytiramiz. 2 ta a qo'shilgan 2 ni 1 ga ko'paytiramiz. 2. 2 a plus 2 bo'lib ochildi. Qo'shilgan 2 ta a. Ana endi mana bu yerda 2 ta a ga 2 ta a ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bu 4 ta a ga aylanib qoladi. Qo'shilgan 2. Endi ixtiyoriy son bilan harf yopish tursa, orasi ko'paytirish amali bo'ladi. Demak, biz 4 ni ana shu berilgan 3 degan qiymatga ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan. 4 ni 3 ga ko'paytirib qo'shamiz 2 ni. 4 kir 3 12, unga 2 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, javob 14 degan qiymat kelib chiqadi. Bu javobimiz esa bizda A variantga mos keladi. Yaxshi, navbatdagi misolga o'tamiz. Ikkinchi misolimizda doiraning yuzasi 16 pi ga teng bo'lsa, uning diametrini aniqlang deyapti. Xo'p, doiraning yuzasining formulasi s barobar pi r kvadrat. Pi r kvadrat formulasi orqali topilardi. Demak, mana shu pi r kvadratimiz 16 pi ga teng ekan. Demak, radiusimizni kvadrati 16 ga teng bo'lishligi uchun mana bu yerda pilar qisqarib ketadi, ya'ni pi bu yerda ahamiyatsiz o'tib qoldi. Demak, radiusning kvadrati 16 bo'lishligi uchun radiusimiz nimaga teng bo'lib qoladi? Aynan 4 ga. Endi bizdan so'rayapti, uning diametrini toping. Diametrimiz bilamizki, 2 ta radiusga teng bo'lib qoladi. Radiusimiz 4 bo'lsa, diametri 2 kara 4 bo'lib 8 degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda hop C variantga mos kelar ekan. Uchinchi misolimizga o'tamiz. Xo'p, quyidagi sonlar uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri to'g'ri deyapti. Demak, taqqoslashimiz kerak ekan bu yerda. Xo'p, A ni qiymati 2,75. Faqatgina qolganlarda 3 xona son bo'lganligi uchun buni ham 3 xona songa aylantirib oldiga 0 qo'yib olamiz. B sonimiz esa 2,734 degan son ekan va C sonimiz esa 2,755 va uni kasr taqqoslaymiz. Bu yerda ikkilar bir xil bo'lganligi uchun ikkilar ahamiyatsiz. Xo'p, undan keyin 7 lar ham bir xil. Xo'p, undan keyin A bilan 5. Xo'p, A bilan C da 5 u 5. B desa 3 kelyapti. Demak, A bilan B hozir kattaroq bo'lyapti. Demak, B eng kichigi. B eng kichigi. Xo'p, undan keyin endi mana 5 bilan 5 o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa, undan keyingi xonamiz 0 va 5. O'z-o'zidan C sonimiz A sonidan katta bo'lib qoladi. Demak, eng kattasi C. Demak, o'rtanchasi qaysi bo'ladi? A ga to'g'ri keladi. Demak, C A B degan javob bizning misolimizda yechimi bo'ladi. Xo'p, bu esa bizda D variantga mos kelar ekan mana. Xo'p, navbatdagi misolimiz, 4-misolimizda quyidagi jadvalda kunlik havo haroratining natijalari berilgan. Xo'p, endi bunga ko'ra o'rtacha harorat necha gradusga teng? Xo'p, birinchi jadvalda, ya'ni birinchi holatimizda, ya'ni birinchi o'lchanganimizda 20 gradusga teng ekan. Ikkinchi o'lchanganda esa 40 gradusga teng ekan. Uchinchi marta o'lchanganda esa 30 gradusga teng ekan. Demak, buni o'rtacha harorat topishlik uchun 20 qo'shilgan 30 qo'shilgan 40 bo'lib, uchalasini qo'shib qo'yib, 3 ga bo'lib qo'yamiz. Shunda o'rtachasi kelib chiqadi. Demak, tepada, ya'ni yuqorisida yig'indisi 90 bo'ladi va 90 ni 3 ga bo'lib qo'ysak 30 gradus degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda C variantga mos kelar ekan. Yaxshi, navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'p, MA va MB. MA va AB kesmalarining nisbati 2 bo'lingan 3. Ya'ni mana bu yerda MA bilan AB kesmani nisbatlari 2 3. Demak, 2x u 3x bo'lib qoladi. Nisbatda oldiga x qo'yib olishimiz o'rinli bo'ladi. Endi MB kesma uzunligi, ya'ni umumiy uzunligimiz 25 sm ga teng ekan. Demak, 2 ta x ga 3 ta x qo'shadigan bo'lsam 25 sm ga teng ekan. Bundan 5x barobar 25 ga va bitta x ning qiymati 5 sm ekanligi kelib chiqadi. Endi bizdan so'ragan shart, e'tibor beradigan bo'lsak, AB kesmani uzunligi A dan B gacha bo'lgan masofa 3x ga teng. Bizda x ning qiymati necha edi? 5 midi? Demak, AB kesmani uzunligi bundan kelib chiqadi 3 ko'paytirilgan 5 bo'lib 15 sm ekanligi kelib chiqadi. Mana shu misolimizning umumiy yechimi. Xo'p, demak javobimiz aynan D variantga mos kelyapti. 6-misolga o'tamiz. Xo'p, 6-misolimizda rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, tarvuzning og'irligini aniqlang deyapti. Xo'p, bu yerda tarvuz og'irligini qanaqa x deb nomlab oladigan bo'lsam, chap tomon yig'indisi nima bo'ladi? 5 qo'shilgan 2 qo'shilgan tarvuz og'irligi x. O'ng tomon og'irligi esa 10 qo'shilgan 2 qo'shilgan 1 bo'lyapti. Chap tomonimizda 7 qo'shilgan x. Xo'p, 7 qo'shilgan x, o'ng tomonimizda esa 13. 7 qo'shilgan x barobar 13 ga teng. Xo'sh. Bundan x ning qiymatini topishlik uchun 13 dan 7 ni mahv qo'yishlik kerak, ayirib qo'yishlik kerak va bunda 6 degan javob kelib chiqadi.
Bu javobimiz esa bizda B variantiga mos keladi, ya'ni 6 kilogrammga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, navbatdagi 7-misolimizga o'tamiz. 7-misolimizda Xo'p, quyidagi kasrni hisoblang deyapti. Demak, 12 dan 3/12dan 1 sonni ayirishligimiz kerak va biz bunda 12 dan 12 ni quyidagicha yozib olaman. 12 ni bitta qarz oladigan bo'lsam 11 bo'lib qoladi, to'g'rimi? 11 butun olgan qarzimni 12 dan 12 qilib yozib olishga haqqim bor. Chunki 12 ni 12 ga bo'lsak 1 bo'lib, 1 ga 11 ni qo'shganimizda yana 12 degan son kelib chiqadi. Demak, javobimiz o'rinli bo'ladi. Minus 3/12 dan 1. Nimaga unaqa qildim? Chunki mana o'ng tarafimizda kasr bo'lib, chap tomonimizda kasr bo'lmaganligi sababli. Anini ayiramiz. Butundan butun 11 dan mana 3 ni ayirib qo'yamiz. 8 kelib chiqadi. Mahraj esa 12. Suratdan ayirib qo'yamiz. Demak, 12 dan 1 ni ayirib qo'yadigan bo'lsak, bizda 8/12 dan 11 degan javob kelib chiqadi. Bu esa D variantiga mos keladi. Balki ayirishda boshqacha usulda qo'llashingiz mumkin bo'ladi, lekin javob umumiy holatda bir xil kelib chiqadi. Navbatdagi misol, 8-misol. Quyidagi javoblardan qaysi javoblardan qavs ochish to'g'ri bajarilganini aniqlang. Ya'ni mana bu yerdagi ifodamizni qavslar qaysi qatorda to'g'ri ochilgan deyapti. Xo'p, buni nima ish qilamiz? X ayrilgan, A ayrilgan, B minus C. Xo'p, birinchi bo'lib ichkaridagi qavsni ochib olamiz. Ya'ni mana bu qavs ichidagi ikkinchi qavs ochib olamiz. Bunda X ayrilgan, A minus qavs olishora minus bo'lganligi sababli minus ichkari ta'sir qiladi. Ya'ni minus B, o'rtadagi minus esa plus C ga aylanib qoladi. Mana shunday javob bo'ladi. Endi katta qavsni ochadigan bo'lsak, ya'ni mana bu minus yana ta'sir qildiradigan bo'lsak, X ayrilgan A qo'shilgan B ayrilgan C ga aylanib qoladi. Ya'ni ishoralari ketma-ket almashadi. Bu javobimiz esa bizda C variantiga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, juda yaxshi. Navbatdagi misolimizga o'tamiz. 9-misolimizda quyidagi sonini mingdan birlar xonasigacha yaxlitlang. Xo'p, bunda mingdan birlar xonasi qaysi son turibdi? 32/45 24. Mana bu 4 10 dan birlar, 5 100 dan birlar. Xo'p, mana 10 dan deylik, mana bu 100 dan deylik va 2 esa bu yerda mingdan birlar xonasida. Mingdan birlar. Demak, mana shu 2 gacha yaxlitlashlimiz kerak ekan va undan keyingi songa qarardik. Va undan keyingi sonimiz agar 5 dan kichkina son bo'ladigan bo'lsa, ular 0 ga aylanib ketib qoladi. Demak, taxminan, ya'ni taqriban olganda 32/452, ya'ni 1452 degan javobni o'zi kelib chiqar ekan. Bu javobimiz esa bizda A variantiga mos keladi. Mingdan birlar xonasigacha yaxlaganligimiz sababli. So'nggi misolimiz, g'olani 3 bo'lakka bo'lish uchun 6 minut vaqt ketsa, 4 bo'lakka bo'lish uchun qancha vaqt ketadi? Juda ko'pchilik bunda 3 bo'lakka bo'lish uchun 6 minut ketsa, demak har biriga 2 minutdan ketadi deydi. 4 bo'lakka 8 minut deb ajoblab qo'yadi. Bu xato. Nimaga? Chunki g'olani 3 bo'lakka bo'lishligi uchun, ya'ni mana g'ola bo'ladigan bo'lsa, 3 bo'lakka bo'lish uchun bor yo'g'i 2 marta arra solinadi. Ya'ni arralashishda 2 marta arra solinadi. Demak, ikkita arraga, ya'ni arra solinsa, arraga 6 minut vaqt ketadi. Ikkita arraga 6 minut. Ya'ni bitta arraga qancha vaqt ketadi shunda? Bittasiga 3 minut vaqt ketadi shunda. Ya'ni bir marta arralash uchun 3 minut vaqt ketar ekan. Endi 4 bo'lakka bo'lish uchun-chi, desa mana 4 bo'lakka bo'lish uchun qo'llanib oldik. 4 bo'lakka bo'lish uchun 1 2 3 marta arra solinadi. 3 marta arra solganimizda shunda umumiy hisobda 4 bo'lakka bo'linadi. Demak, bu demak 3 martaga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, bittasida 3 minut bo'lsa, 3tasida 3/3 bo'lib 9 minutda arralab bo'linar ekan. Bu javobimiz esa bizda B variantiga mos kelar ekan. Demak, mana shu bilan xo'p, navbatdagi testimiz tahlili tugadi. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.